أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. Qadrli o'quvchilar, 10-chi darsimizni boshlaymiz. 10-chi darsimizda ayn harfi, dal harfi va dod harflarini inshaalloh ko'rib o'rganib chiqamiz. Ayn harfi birodarlar, o'zbek tilida bunga o'xshash tovush yo'q. O'zbek tilida bunga o'xshash tovush yo'q. Ayn harfi halqum o'rtasidan talaffuz etiladi. Ayn harfi halqum o'rtasidan nima qilagan? Talaffuz etiladi ekan. Ayn harfining so'z boshida yozilish shakli, ayn harfining so'z o'rtasida yozilish shakli va ayn harfining so'z oxirida yozilish shakli. A, I, U, bi', an, am, sa', ma'a, arab, ajam, ajab, amal, ilmu, umru, jam'u, ja'lu, ab'ab, askar, aylam, ja'far, anbar. Quyidagi so'zlar talaffuziga e'tibor berib o'qing deyapti. Bu yerda bir so'zda g'oyn harfi bilan ayn harfini nima qilgan? O'rnini almashtirib qo'ygan. Shuning uchun diqqat qilib o'qiymiz. G'oynu, aynu, ba'lu, ba'lu, balg'u, bal'u. Endi dal harfini o'rganamiz. Dal harfining talaffuzi o'zbek tilidagi d tovushi singaridir. Dal harfining so'z boshida yozilish shakli, dal harfining so'z o'rtasida yozilish shakli va dal harfining so'z oxirida yozilish shakli. Da, di, du, dum, dub, duf, rid, zid, tad, darsu, daf'u, dab'u, dalku, dahru, duhnu,
دل دل. فود فود. هود هود. أشدد. اعتدل. يعتدل. استرشد. يسترشد. Qadrli o'quvchilar, endi bod harfini nima qilamiz? O'rganamiz. O'zbek tilida bunga o'xshash tovush yo'q. Bod fathali bo'lib kelganda, ya'ni a harakat bilan kelganda bo deb yo'g'on o'qiladi. Bod harfining so'z boshida yozilish shakli, bod harfining so'z o'rtasida yozilish shakli va bod harfining so'z oxirida yozilish shakli. Bo, bo, li, lu, lo, li, lu, ضيف. عضل. الضهب. الضبط. الضعف. 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 عرض. مضرب. مضرب. يضرب. تضرب. أضرب. نضرب. يضطرب. يضطرب. استضعف. يستضعف. Quyidagi so'zlar talaffuziga e'tibor berib o'qing deyapti. Diqqat qilib o'qingiz bu so'zlarga birodarlar, chunki bir so'zda bod harfini boshqa harf bilan almashtirib yozilgan ekan. Darsu, darsu. Wad'u, wad'u. Ba'du, ba'du. Endi qadrli birodarlar, bod harfiga keldik. O'zbek tilida bunga o'xshash tovush yo'q. Bod fathali bo'lib kelganda bo deb yo'g'on o'qiladi. Bod harfining so'z boshida yozilish shakli, bod harfining so'z o'rtasida yozilish shakli va bod harfining so'z oxirida yozilish shakli. Lo, li, lu. ضيف. عضل. الضهب. الضبط. الضعف. عرض. مضرب.
مضرب يضرب تضرب أضرب نضرب اضطرب يضطرب استضعف يستضعف. Quyidagi so'zlar talaffuziga e'tibor berib o'qing deyapti. Chunki bu so'zlarda dod harfini o'rniga dal harfini almashtirib qo'ygan. Shuning uchun diqqat qilib o'qiymiz. Darsu darsu wad'u wad'u ba'du ba'du. 10-darsimiz ham mana shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Inshaalloh keyingi darslarda davom ettiramiz.